Yaxshi kunlarga minishsin. 900 dollarga baraka bo'ldi. Tentlari bilan polni komplekt qilib berishdi. Yig'malarini hamma yo'g'ini sborka qilib mana shu yerdan chiqarib yuborishdi. 900 dollarga baraka bo'lgan mana bu motoskuterimiz tentlari bilan Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasiga yo'l oldi. Aka, baraka toping, yaxshi kunlarga mining. Sog' bo'ling. Mana hurmatli obunachilar, tentlari bilan 900 dollar komplekt qilib berishdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz yana Skillmax motosalon do'koniga kelganmiz. Skillmax motosalon do'koni assortiment xudo xolasa hammasidan bor. Qo'qon shahri Xolmat kabob chorrahasi tamom. Aylanishlar juda ham oson. Skillmax do'koni, motoskuterlar saloni, xullas hammasidan bor. Elektroskuter, motoroller, Muravi, Labo damazlarimizni, Xitoy variantlari. Mana bu mashinachalarimizni xudo xolasa hammasidan va deyarli har xil assortimentdan bor hurmatli obunachilar. Nomerlar ekranda bo'ladi, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Xo'p, yangi yilga skidka, bonus xullas hammasidan bor. Optoy narxlar, ba'zi narxlarda xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, biz esa videomizni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'lmasam tanishtirishni boshlayveramiz biz obunachilarga. Bo'ldi aka. Havolar sovib, havo sovuqligida miniladigan skuterlar ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi sezonga narsalar mana 3 balonli skuterlarimiz. Xo'p. Zavadskoy tentli bo'lib chiqqan bular modellarimiz, ko'rishlaringiz mumkin. O'zida tentlari bor. Bu modelimiz sidinkasi suriladigan modelidan bu. Kreslo variantlari. Zadniy kamerasi bor qo'shimcha. 6 ta akkumulyatorli bo'lib chiqqan. Oldingi modelda 5 ta akkumulyatorli edi. Xo'p. Bu modellarimiz bor. Mana shular yangi chiqdi, 25-yil. Hop, yurishlari kilometri 50-60 kilometr yuradi. Bitta zaryadida bemalol yetadi. Tezligi ham 35-40 tezlikda yuradi. 35-40 tezlik. Amper akkumulyator nechta bo'ladi bularda? 6 ta akkumulyator 32 amperli bo'ladi. Yangi akkumulyator bosib berasiz. Yangi 25-yil 9-oyda chiqqan hammasi yangi akkumulyator bo'ladi. Narxini aytaylik. Narxi 1100 dollardan qilib beryapmiz bu modellarni. 1100 dollar. Kelishigani bormi, taqalgan aytyapmizmi? Hozir narxlar taqalgani aytilyapti. Demak, taqalganini aytib ketaveramiz. Qishki sezonda yil oxirida narxlar tushirib, eng oxirgi narxlarni aytyapti, bo'lishini. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lish narxlarini aytamiz. Xo'p. Bu modelimiz 1100 dollardan. Qora rangi, seri rangi, undan tashqari maloshniy rangi ham bor. Ularni tashqarida turibdi, ulardan ko'rsatib ketamiz. Bo'ldi. Undan keyingi modelimiz, shu modelimiz bor. Bu sal arzonroq modeli. Nimagaki, bu modelimizda sidinkalari surilmaydi. Bitta holatda turadi. Keyin zadniy kamerasi bo'lmaydi. Lekin xarakteristikasi bir xil. Bu modelimiz ham 6 ta akkumulyator, 32 amperli bo'ladi. Orqalari yopiq. Yonida qo'shimcha o'zining tentlari ham bor qishga. Qo'shib berasiz. Qo'shib beriladi. Narxi 1000 dollardan qilib beryapmiz bu modellarimiz. 1000 dollar o'zi taqalgani. Taqalgan narxi. Keyin o'sha dastavka xizmati ichida. Bizda xizmat alohida bo'lmaydi. Hammasi vodiy bo'ylab tekinga yetkazib beriladi. Demak, vodiy bo'ylab dastavkasi sizdan. Dastavka bizdan tekin bo'ladi, shu narxda olib borib beriladi. Bo'ldi, tushunarli. Qolgan ma'lumotni Telegramda yoki telefonda tushuntirib berasiz. Telefonda, Telegramda aloqaga chiqsa, modelimiz arzonroq variant 950 dollardan. Bu modelimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bu modelimizdan bir xil, faqat akkumulyatori 5 talik uchun narxi arzonroq chiqqan, 950 dollardan bo'lyapti bularda. Tezlik, masofa lekin bir xil bo'ladi. Masofasi sal kamroq bo'ladi. Endi bu modellarimiz 60 gacha yursa, bu modellarimiz 50 kilometrga yuradi. 10 kilometr rangiya beradi. Shunga farq qiladi. Narxida? Tormozlar ham Jitkis tormoz kim bu modellarimizda oldilari. Narxini 950 dollar. 950 dollar Jitkis tormoz, sakadiskaliga. Sakadiskali Jitkis tormoz. Tushunarli. Modellarimiz shundan. Hop, davom etamiz. Bu tomonimizda motorollarimiz bor. Benzinli motorollarimiz bor. Benzinli kubalik, 2 tonnagacha yuk ko'taraveradi. Narxi 1550 dan skidka bo'lyapti bu motorollarimiz ham. Ulardan o'zi tugab qoldi. 1550 dollardan? 1550 dollardan qilib beryapti. Benzinli bo'ladi. Moraveyimiz. 2 kubalik motor. Hop. Radiatorli, водяной охлажденияda. Bitta silindrli bo'ladi. 2 tonnagacha bemalol yuk tortaveradi. Radiator antifriz bular, to'g'rimi? Bo'ladi, ha. 1550 dollar. Taqalganimi, yo'tib beramizmi? Taqalgani bo'lyapti. 1550 dan qilib beryapmiz. Tushunarli. Davom etaveramiz. Bu tomonda, hop, oddiy variantlari 1 tonnalik. Elektronnilarimiz. Elektronniy varianti bu, ha, bular. 1 tonnalik. 1 tonnalik. 1100 dollardan. Narxini tez aytib ketaveramiz. To'liq ma'lumot telefon qilsa, Telegramdan yozsa tushuntirib beraveramiz. Hop. 1100 dollar. 1100 dollar. Bularimiz ham 6 ta akkumulyator 70 lik bo'ladi. Bulari 1200 dollardan. 1200 dollardan. Nimaga qimmat deysa, bu Jitkis tormozli. Oldi Jitkisli bo'ladi. Bundan tashqari arqa tormozi ham Jitkisli bo'lib chiqqan bu modellarimizda. Arqa va oldi. Arqa ham oldi. Uchala balon ham Jitkisli ishlaydi. O'shaning uchun narxi sal qimmatroq. 100 dollar farq qilyaptimi? Nima deysiz? 100 dollar farq qilyapti. 100 dollar farq qilyapti. 1200 dollardan bo'lyapti bular ham.
Endi tomli motorolimiz. Pol kabinamiz, ha. Qishga endi eng hadavoyi shu bo'lyapti. Hozirgi kunda yomg'ir, shamolda bemalol ketishaveradi. Undan tashqari yonida tentlari ham chiqqan. Ular ham sotuvda bor alohida. Ularni ham qo'shib beramiz. Bu motorolimiz narxi $1050. Bu 500 kilolisi. Xo'p, 500 kilosi $1050 tenti ichidami, alohidami? Ya tenti alohida sotuvda bor. Sotuvda bor alohida. Sotib olsa bo'laveradi, ha. Tushunarli. $1050 mana shu turishi demak. $1050 shu turishi, заводской pol kabinkali, bu qo'yilmagan. Xitoyda o'zidan qo'yilgan holatda keladi. Do'galari o'zining originali. Заводской. Bu $1050 dan bu ham xuddi shunaqa dastlabki xizmatlari bor, voddiy bo'lib tekinga yetkazib beriladi. Narxlari o'sha taqalgan narxi. Tushunarli. 6 ta akkumulyator, 52 amperli. Yo'q, 58 amperli bunisi. 58 akkumulyator. 58 amperli. Batafsil yana tushuntirasiz. Motor miyasi 1,5 wattlik. Telefon qilishsa. Keyin kabinali motorlarimiz. Mana endi to'liq kabinalik. 1 tonnalikmi? Bu 1 tonnalik. Motor miyasi 1800 wattlik bo'ladi. Akkumulyatori 70 amperlikdan 6 ta qo'yilgan bu modelimizda. Keyin borti ham o'sha katta bortdan 2 talik deyiladi. Tepasi ham ochiladi, pasti ham ochiladi. 2 talik bort qo'yilgan bularga. Keyin balonlari shu yangicha chiqqan traktor balon deyiladi. Baloni ham katta. Shu traktordagi o'xshagan ham 5 talik stupitsalari, 5 ta voltlik. Xo'p, mashina rol. Mashina rolli. Xo'p, obshivkalar. Zadniy kameralari bor, oynalari bor. Ular hamma qulaylik funksiyalari endi bularda bo'ladi. Eng hadavoyi shu bo'lib turibdi. Magaki balonlari ham katta bo'lib chiqqan. Undan tashqari oldi tormozi ham jitkis bo'lib chiqdi. Oldi tormoz jitkis. Oldi tormozlari jitkisli. Xo'p. Endi hammaga ham narxida-da bek. Bu motorolimizni 1450 dan qilib beryapmiz. $1450 1 tonnalik kabinalik ruli avtomobildan, borti chuquridan. Borti chuquridan, ha. Tezlik masofa o'sha standartmi bunday? Tezlik masofasi, tezligi 40-45, masofasi 50-60 km yuradi. Akkumulyator nechta bo'lardi? 6 ta 70 amperli bo'ladi akkumulyator. Tushunarli. Batafsil ma'lumot telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. Bu modellarimizni ham voddiy bo'lib yetkazib beramiz. Dastlabkasi ichida bo'ladi. Bular nech puldanidi bular? $1100 dan. 1 tonnalik. $1100 dan. Bular 1100, 6 ta, bular ham 70 ta akkumulyator. Bu ham o'sha modeldan, faqat oldi dugalari boshqacharoq, $1100 dan bu modelimiz. $1100. Bu modelimiz yangichasi ham chiqdi. Mana oldi dugasi kattaroq bo'lsin deganlarga. Qaysi bir mana bu? 6 ta fara bo'lib chiqdi. Bu ham o'sha bu modelimizdan bir xil Xitoy sborkali 6 ta akkumulyatorli $1100 dan bu motorolimiz ham. Hop. Akkumulyatorlari ham garantiyali. Keyin tomli motorolimiz. Tomlik. 1 tonnalik заводской pol kabinka bo'ladi bu ham. 1 tonna bo'ladi. Akkumulyatori 70 amperlik, 6 ta. Narxi $1150 dan bo'lyapti. $1150. 1150. 1 tonnali deymiz, nomini? Ha, 1 tonnali. Tushunarli. Buni 2 xil varianti bor, 1 tonnalikda. Bu variantda tagi ochiq bo'lsa, bu tom, alohida oynaylik, ham tepani o'zi. Bunaqa polностью yopig'i ham bor 1 tonnalikda. Bular 1 tonnalik polностью yopig'i $1200 dan. Tushunarli. Jitkis tormozli ekan bu. Jitkis tormozli bo'ladi. Hop. Kabinkali motorolimiz. Kabinalik. O'sha birinchi ko'rganimizdan borti oddiysi bo'ladi. 2 talik bo'lmaydi. Bu ham 6 ta akkumulyator, 70 lik. Narxi arzonroq varianti. Bular $1400 dan bo'lyapti. $1400 dan. Keyin jitkis bo'lmaydi baloni, tormozlari, baloni ham oddiy bo'ladi. O'shani hisobiga arzonroq. $1400 dan $50 ayniqsa bo'lyapti. Hop, tormoz yaxshi o'radi mana bir. Ha, tormozi zo'r ushlaydi. Endi jitkis bo'lsa, yana ham qo'shimcha, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, lekin yomon degani emas, trosli ham. Tushunarli. Hop. Hop, qishki model mana 300 kilolikmiz. Olib chiqing. 300 kilolik deymizmi? 300 kilolik pol kabinali. Pol kabinkali. Bu oddiy motorlarda yarmigacha bo'lsa, polni oxirigacha tomli bo'lgan. Bu ham заводской tomli bo'ladi. 300 kilogacha ham yukxona, ham sidinka qilib ketsa bo'ladi orqasini. Akkumulyatorlari 6 ta 32 lik bo'ladi. Oldingilar 5 talik edi. Bular 6 ta 32 lik bo'lib keldi. Hop. Yurishi 50-60 km, tezligi 40-45 ta yuradi. Tushunarli. Narxi? Narxini $850 dan beryapmiz bularni. $850 to'xtayapmizmi? Taqalganimi? Taqalgan narxi. Yo'q, o'tib beramizmi? Yo'q, taqalgan narxi bo'lyapti. Demak $850 qishki kunida. Qishki kunida. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Batafsil yana ma'lumotni o'zlaridan olinglar. Telefonlarni qo'yib qo'yaman. Telegram, WhatsApp bo'lsa, videolarni tashlab berishaveradi kimga qiziq bo'lsa. Tomli modellarimiz, boshida ko'rsatganimiz kichkinaroq varianti. Malochin deganimizmi? Ha, ko'pchilik so'rashadi, ixchamroq bormi deyshadi. Bularda ham заводской tentlari bor, ixchamrog'i ham narxi ham arzonrog'i $800. $800. Ha.
Lekin yurishi o'sha bir xili. Yurishi 50 km, 60 km yuraveradi. Tezligichi? 32 lik bo'ladi bu modelimizda ham. Tezligi 35-40 tezlikda. Orqada 2 kishi oldida, 1 kishi bemalol ketishaveradi. Shuni akkumulyator nechta bo'lardi dedingiz? Akkumulyatori 5 ta 32 amperlik. 5 ta 32 ligidan. Tushunarli. Qo'shimcha yoniga tentlar qo'shib beriladi. Buni qo'shib berasiz. Bluetooth kolonkalari, hamma narsalari bor, qo'shimcha narsalar. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, mana bular nech pul bo'lib ketdi mana bular endi hozir qish kunida. Bu modellar $500 dan qilib beryapmiz. $500. Kami bor. Bo'lish taqilgan narxini aytib qo'yapman. Bo'ldi, demak $500 dan, a? Bular 550 dan sotilyapti, 500 dan qilib qo'ydik hozir qish kunida. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. 3 bolali skuterlarimiz. Aha, mana bular varianti. 300 kilogacha yuk ko'taraveradi. Kattaroq varianti $700ligi, akkumulyatorlari 32 lik 5 ta bo'ladi. Yangi akkumulyator turibdi, misol kelishsa yangi akkumulyatorlar qo'yib beriladi. Hammasi. Pulini ayting. Puli $700 dan qilib beryapmiz. $700 dan. Hammasi bir xil ekan-a? Ha. Keyin kattaroq 400 kilolisi bor. $700. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. 400 kiloli motorol. 400 kilo. Katta bo'ladi. 400 kilogacha yuk olaveradi. Ha. Balonlari ham katta balon bo'lib chiqqan. Keyin akkumulyator 45 amperlik. Oldingilari 32 amperlik bo'lib kelgan edi. Bular 45 amperlikdan qilib keldik. Yana ham ko'proq yuradi. 60-70 kilometrgacha yurib beraveradi. 400 kilo yuk ko'taraveradi. 400 kilo yukni olaveradi deyapsiz. Pulini aytaylik. Pulini $800 dan qilib beramiz. $800. Tushunarli. Bemalol telefon qilishaveradi. Batafsil ma'lumot telefonda beraveramiz. Xo'p. Mana bularimizni nech puldan nech pulgacha deylik endi. Bunga alohida barib kelishadi endi. $550 dan qilib beryapmiz. Shu modellarimizni. $550 dan. $550 dan. Telefon qilsa ham to'liq ma'lumot beramiz. 6 ta akkumulyatorlisi bor, 5 talisi bor, 90 km, 50 km yuradigan bor, har xil variantda bor. Mana bular benzin, benzinlilarimiz. Benzinlar, hop. Benzinlilar hozir qish kunida narxlar bular ham skidka qilib qo'ydik. Bular $1100 dan qilib qo'ydik. $1100 dan. Tank modellari bor. Tankda $850, keyin arzonroq varianti bor, unisi $750 dan qilib beryapmiz. $850 deysiz. 850. $1100. 1100. Xo'p, qaysi biri yana? Shu ro'parada mana bular $750 dan qilib qo'ydik bular skidkada. $750 dan. $750 dan. Mana bular benzinoviy skuterlar. Dastavkaga juda ham qulay. $750 dan kelib, tanlab, olib, xarid qilib ketsalar ham bo'laveradi. Bagaji ham bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasiz. Sportivnilar bo'yicha ham bekda o'ziga murojaat qilaverasizlar. Mana Dronga modelisi. Mototsikllar hamma turdan bor. Benzinoviy, sportivniy mototsikllar deyarli hammasidan bor ekan-a. 400 kuba hammasidan bor. Alohida. Nechgacha deb qo'yaylik. Bunga alohida kelishadi-yu baribir. Hop, $1,500 dan $3,000 gacha bor. 1,5 dan 3,000 gacha danli moment sizda bor hozir. Bor. Tushunarli, hurmatli obunachilar. Mana endi tashqariga chiqdik. Hop. Moshinachalarimiz keldi. Hop. Yangi chiqdi. Bu ham mini car. Aha. Oldin aytib qo'yamiz, ko'pchilik buni haqiqiy mashinaga o'xshab solishtirishyapti-da, Tiko olganim yaxshi yoki olganim yaxshi deyishyapti. O'shaning uchun oldin aytib qo'yib, buni mashinaga solishtirib bo'lmaydi. Bu ham bitta skuterda turi, skuterga qarash kerak bu narsaga. Ko'pchilik kamera deyishadi. Ha, bu ham skuter. Oddiy misol mana, buni kabinkalarni ko'rsataylik. Shu Motorola desak, shuni usti mashinaga o'xshagan holat. O'shaning uchun mashinaga solishtirishmaydi-da. Hop, yurishlari 50-60 km yuradi bitta zaryadda. Hop. Tezligi 45-50 tezlikda yuradi. Hop. Akkumulyatorlari ham 6 ta akkumulyator 70 amperlik. Pulini ayting. Pulini $2,200 dan qilib beryapmiz bu modellarni. $2,200 salonda oching. Endi ko'rsataylik salonni. Mana. Avtomatik korobka oldin orqaga yuradi. Rollari ham kojini yaxshi. Orqasi ham ochiladi. Rollari ham o'ta yumshoq keyin. Aha. Orqaga bemalol kishi ketaveradi. Sidinkalar regirovkali, yotib, qilib, boshlab olsa bo'laveradi. Lyuklarigacha bor ekan. Ko'pchilik shoxi ham bor. Rolni gidravlika deb yuborishyapti. Boshqa joylarda reklama qilishganda gidravlika bo'lmaydi. Oddiy mexanizm, oddiy motorlarga o'xshagan bo'ladi. Yengil bo'ladi. O'shaning uchun adashishmaydi. Ha, yengil bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Pechkalari bor qishga. Yozga ventilyatorlari bor. Tormozlari jitkisli bo'ladi. Sakadiskali. Sakadiskali. Balonlari 12 razmer. Hop. Qancha qilib berdik bu yerga? Yana bir bor narxi $2,200 dan qilib beryapmiz. Telefon qilsa, kelishadigan joyi ham bor. Ham dastlabki xizmatlari ham bor. $2,200. Tezligi necha edi buni? 50 tezlikgacha yuradi. 50 tezlik.
Nechigacha yuradi? Kilometr 60-70 kilometrgacha. 70 kilometrgacha. Tushunarli. 70 kilometrgacha yurib beradi. Oqi, qora rangi bor, qizil rangi, ko'k rangi ham bor. Ulardan ham yig'ib chiqilyapti. Skladda bor-a ba'zida? Bor. Mana oqi. Yangi chiqdi. Laboga o'xshagani chiqdi yana. Hop, sal uzunroq tutdim buni. Ha. Bu uzunroq, keyin razmer bo'yicha kattaroq, eniga ham ancha katta. Eniga oladigan bo'lsak, bundan oldingi modellar ham kelganda, ular 1800-2000 sotilgan. Hop. Lekin undan ancha katta. Bu. Hop, bort razmeri 1.30 ga 2 metr chiqqan bu modelimiz. Oldingilari 1.80 bo'lardi. Ana endi yuk hajmini ayting, tezligini ayting, akkumulyator keyin nechigacha yuradi? Qancha kilometrgacha? 8 kilogacha yuk ko'taraveradi bemalol. Hop. Yurish masofasi 50-60 kilometrgacha yuradi. Akkumulyatori 6 ta 70 amperli. Hop. Keyin motori ham 2000 vattli bo'lib chiqqan bu modelda. Oldingilari 1.8 motor edi, bular 2000 li motor qilib keldik. Yana ham kuchliroq, yana ham tezroq yuradi. Aha. Salonlari o'sha ikkishi bemalol ketaveradi. Tezligi 40-50 desa bo'laveradimi? Tezligi 40-50. 40-50 atrofida. Narxi-chi narxi? Narxi $2200. $2200. $2200 taqalgani ichida dastlab. Mashinachamiz ham shundan narxi. Mashinacha shu, mashinachadan necha kilometr bilan beramiz. $2200 mashinachamiz kami bor? Ha. Bu ham $2200 kami bor dedim. Yo'q, bu taqalgan narx. Demak, bu taqalgani. O'zi qimmat aytilmayapti, o'zi kam kelgan soni hali arzonroq qilib tezroq sotyapmiz. Tushunarli. Demak, mashinachani ozmoz kami bor. Kami bor. Buni esa narxi taqalgan. Taqalgan narxi. Tushunarli. Bunlar ham oqi, qora rangida, ikki xil rangida bor. Xo'p. Bemalol zakaz qilishaveradi. Onida muammosi yo'q. Motorlarimiz, tomlik motorlarimiz. Aha. Ichkarida ko'rsatdik, 1 tonnalisi. Bu o'shani 500 kilolik varianti. Hop. $1000 dan qilib qo'ydik bu modellarimizni. $1000. $1000 dan. Aha. 500 kilolik oddiy ochiq varianti. 6 ta akkumulyator, 58 lik, 50-60 kilometr bemalol yuraveradi. Tushunarli. Narxini $950 dan qilib beryapmiz. $950. Taqalgan narxi dastlabki xizmati ichida. Bu ularni aytdik-a. Ulardan Tomonlarni ham aytdik-a. Ko'rsatib o'tdik. Hop, ro'paradagini ham aytdingmi? Ro'para deymiz. O'sha ichkarida ko'rsatgan arzonroq variant $8 degan modelimiz. $8. Hamyon bop-a. Akkumulyatorlari ham o'sha bundan oldingi videoda ham aytdik, Chilvi original akkumulyator. O'zini Xitoy klient oldida qo'yib berasiz. Ha, qo'yilmagan, atila qo'yib qo'yganmiz. Kelgan klientga ko'zlarining oldida ko'rsatib qo'yib beriladi. Tushunarli. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, nomerlari ana shu reklamadagi nomerlari. Ha. Mana shu nomerlar, to'g'rimi? Reklamadagi nomer, bu nomer, bunisi ham ekranga ham chiqarib qo'yamiz. Hop. Telegram, WhatsApp bor, bemalol. Manzilni aytib qo'yaylik, bek, yana. Manzilimiz Qo'qon shahar, Olma-Ko'p chorrahasi. Bu tomonimiz Farg'onadan kirib kelish, Alisher Navoiy ko'chasi. Aha. Bu tomon Yangi bozorga ketish, bozorga ketish. Olma-Ko'p chorrahasida Skillmax motosalonimiz. Skillmax motosaloni. Deyarli assortimenti hammasidan bor. Hammasidan bor. Bemalol murojaat qilish. WhatsApp, Telegram bor-a? Bor. Rasm, video tashab beraverasiz. Hammasini tashab beramiz. Xo'p, baraka qilinadi, pulni sanab bersa bo'laveradimi uyda? Ha. Yo'q, zaklatadi. Zaklat tashab bersa, agar uzoqroqdan zaklat imkoni bo'lmasa ham, iloji boricha olib borib beramiz, uydan to'lov qilishaveradi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitib o'tdilaring. To'liq ma'lumotni yana telefon orqali bog'lanib gaplashib olsalaring bo'laveradi. Mana bu mashinachalarimiz Labo elektron varianti Skillmax motosalondan ko'rsatib o'tdik. Xo'p, nomerlarni qo'yib qo'yaman, batafsil yana qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalar tekin, mutlaqo tekin. Qolgan viloyatlarga esa albatta hammasi kelishiladi. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, batafsil ma'lumot o'zlaring olaverasizlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Xudo xolasa, chiroyli narxlarda qilib berdi. Dastavkalar o'sha aytib o'tganimizdek, vodiy bo'ylab bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda hammasini qilib beriladi. imkon qadar arzon qilib chiqarib oladi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar.